Xitoy universitet o'quvchilariga mahbuslardek muomala qilishga boshladi. 17 aprel Xitoy doiralari Sharq Turkiston universiteti, ya'ni atalmish Xinjiang universitetida o'quvchilarni maktab yotoqlariga o'rinlashtirish qoidasi tarqatib, Uyg'ur o'quvchilar bilan Xitoy o'quvchilarini maktab yotoqlariga aralashtirib o'rinlashtirdi. Maktab tarqatgan yotoq o'rinlashtirish qoidasi 8 xil mazmunni o'z ichiga olgan bo'lib, birinchi Xitoy o'quvchilar yotoqiga 2 dan 4 gacha Uyg'ur o'quvchi o'rinlashtirish. İkinci, amal bar o'xshash daraja, o'xshash kasbdagi Uyg'ur Xitoy o'quvchilarini bir yotoqqa o'rinlashtirish. Uchinchi, Xitoy tili sinfi yotoqlariga Uyg'ur qozoq o'quvchilarini o'rinlashtirish. To'rtinchi, Xitoy o'quvchilari yotoqiga Sharq Turkistonning janubiy va shimolidan kelgan milliy o'quvchilarni aralashtirib o'rinlashtirish. Beshinchi, yotoqlardagi Sharq Turkistonda tug'ilib o'sgan Xitoy o'quvchilari bilan ichkari o'lkalardan kelgan o'quvchilarni aralashtirib o'rinlashtirish. 6. Bir yurtliq Xitoy o'quvchilarini bir yotoqqa o'rinlashtirmaslik. 7. Xitoy o'lkalaridan kelgan o'quvchilar bilan har qaysi diviziyadan kelgan Xitoy o'quvchilarini aralashtirib o'rinlashtirish. 8. Karvat nomeri o'rinlashtirib, o'zaro o'rin talashish va o'rin almashtirishning oldini olish. Xitoyning yuqorqi o'quvchilar yotoqini o'rinlashtirish qoidasini tarqatib, o'quvchilarga mahbuslardek muomala qilish ahvoliga qarshi ijtimoiy uchur vositalarida bir qism qiz o'quvchilar uzundan beri bir yotoqda yetib ko'nib qolgan saboqdoshlaridan ayrilishga qiymay ko'z yeshi qilganligi. Ko'z yeshi qilganlarga qarata maktab o'qituvchilarining yuqori tarmoqlarining nima maqsadda shunday o'rinlashtirganligini bilmaydiganligi haqida uchur yozsa, bir qism o'quvchilar maktab bizga buyruqli tushirib o'quvchilarni odam qatorida ko'rmayotidi. Men 4-yillikda o'qiyotgan tursam, o'qishim oz qolganda yotiqimni almashtirib nima qiladi degandek uchurlar tarqalgan. Maktab torbat uchuridimi, maktab ichida g'ulg'uli ko'p bo'lib ketganligi haqidagi uchurlar o'rin olgan hamda doritmilgan holda siyosat barg'ansiri yaxshilanib ketib, ilm ishlari chekinib ketyotidi degandek uchurlarmi yozilgan. Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'de Sharq Turkiston tunishtirildi. 17 aprel Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi'de Yeni Nesil Hareketi Teşkilatı'nın reisi Abdusalam Teklimakan Sharq Turkistonning ahvolini tunishtirdi. Faoliyatga 100 ga yaqin universitet o'quvchisi qatnashdi. Faoliyatda Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi o'qituvchisi Dr. Ali Rozi Sharq Turkistonning yaqinqi vaziyat ahvolini tunishtirib o'tdi. Sharq Turkiston Yeni Nesil Hareketi Teşkilatı'nın reisi Abdusalam Teklimakan Sharq Turkistondagi yoshlarning hozirgi ahvolini tafsili tunishtirib o'tdi. Faoliyatga qatnashgan o'quvchilar Sharq Turkistonning tarixiy madaniyati hamda hozirgi ahvoli haqida belgilik tushunchaga ega qilindi. Sharq Turkiston Ulamolar birligi vakili Xitoy vakiliga kuchlik raddiya qaytardi. 18 aprel Türkiye Dini İşler İdaresining o'rinlashtirishi bilan Istanbulda 16 apreldan 19 aprelgacha ochiladigan Dünya Azsonliq musulmonlar yig'inining bugungi o'ltirishida Sharq Turkiston Ulamolar birligidan Mahmudjon Damollam Xitoy vakilining yolg'on so'zlariga raddiya berdi. Yig'inga 100 necha davlatdan 250 alohida mehmon qatnashdi. Yig'inga Sharq Turkiston musulmonlariga vakolatan Sharq Turkiston Ulamolar birligi raisi Dr. Atavulla Shahyar va muavin rais ustoz Sirajiddin Azizi Mahmudjon Damollam qatorliq hay'at taklif bilan qatnashdi. Yig'inga Xitoydanmi bir qancha vakil qatnashgan bo'lib, yig'inning 3-kuni, ya'ni bugun Xitoyga vakolatan Misrda o'qigan Xitoy g'alchisi Muhammad ismli Uyg'ur so'z qilgan bo'lib, Xitoy xo'jayinlari yezib qo'liga tutqizib qo'ygan sapsatilarni o'qib berdi. U Xitoy sapsatisini arabcha o'qigan bo'lib, uning bilan birga kelgan Xitoy xo'jayinlari uning orqasida uning har bir so'zlarini quloqliq soyasida anglab o'ltirdi. Yig'inda Sharq Turkiston xalqiga vakolatan so'z qilishni talab qilgan Sharq Turkiston Ulamolar birligi hay'ati Xitoy vakillarining norozilik bildirib shikoyat qilishi bilan boshda to'sqinlikqa uchrab, Ulamolar birligi vakilining so'z qilishi amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston Ulamolar birligi hay'atining e'tiroz bildirishi bilan so'z qilish haqqi asliga qaytarilib, Sharq Turkiston Ulamolar birligidan ustoz Mahmudjon Damollam Xitoy vakilining butun so'zlarini uningga savol qo'ygan tariqada davomlashtirib, yer bilan yakson qilib o'tdi. U Xitoy vakilining Xitoyda musulmon olimlar yo'q deyarlik, diniy olimlarga ehtiyoj bor degandek sapsatilarga javoban nurg'un ulamolarning Xitoy turmasida ekanligini, Qur'onni tarjima qilgan buyuk olim Muhammad Solihning Xitoy turmasida shahid qilinganligini anglatdi.
Xitoy vakilining Mahmudjon Damollamning so'zlari jarayonida beshini ko'tarolmay tamdak o'ltirganligi diqqat tortdi. Türkiye Arab ellerining chaqiriqiga norozilik bildirdi. 18 aprel Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aksoy Arab ellari ittifoqi boshliqlari yig'inining chaqiriqiga norozilik bildirdi. Xabarda Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hami Aksoy Arab ellari ittifoqi boshliqlari yig'inining chaqiriqiga norozilik bildirib, Suriyada qon va ko'z yoshining to'xtatilishi, zo'ravonlikning pastgo'yga tushirilishi, siyosiy musofining ilgari surilishi va yurt makonidan ayrilgan milyonlarcha musofirga quchoq echilishi qatorliq jihatlarda ig'ir mas'uliyatlarni ustiga olgan Turkiyaning ko'rsatgan to'hfalarining nazardan saqit qilinishi haqqoniyatga zid ig'ir darajadagi nas bosqanlik dedi. Bayonotchi Hami Aqsoy yana Saudiya Arabistonining Dahron shahrida 15 aprelda chaqirilgan Arab ellari ittifoqi boshliqlari yig'inida qabul qilingan Suriyadagi o'zgarishlar mavzuliq qarorida Türkiye'nin Afrin'deki askerlerini çekindirişini talep qilishi ve bunun Suriye krizisiga çare tepish yo'lidagi tirishchanliklarga yordamchi bo'lganligining ilgari surilishinin Zaytun Shayxi harbiy harakatining muddaosini tushunib yetolmaganligini namoyon qilib berganligini, Zaytun Shayxi harbiy harakatining yo'lliq qo'g'dinish maqsadida qilingan terrorizmga qarshi kurash faoliyati ekanligini eskartgan Hami Aqsoy, Suriyani parchalashni nishon qilgan bir terrorlik tashkilotiga qarshi elib berilganligi bu harakat davlatning siyosiy birligi va zimin butunligini muhofazat qilishga xizmat qilish uchun elib berilganligini eskartdi. Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Avstraliyada ziyoratini davom qilmoqda. 18 aprel Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan Avstraliya Sharq Turkiston jamiyat a'zolaridan tashkillangan bir hay'at Avstraliyadagi siyosiy faoliyatlar doirasi ichida Avstraliya Islom jamiyati Milliy ong tashkiloti raisi Ergun Apandini ziyorat qildi. Ziyorat davomida Sharq Turkiston vaziyati va Sharq Turkiston tashkilotlarining bir qism ahvollari ustida fikr almashtirildi. Ziyoratdan keyin hay'at shu joydagi Garden institutini ziyorat qildi. Turkiyaning Bursa shahrida Sharq Turkiston rasm ko'rgazmasi uyushtirildi. 18 aprel Turkiyaning Bursa viloyati Uludağ universitetida o'qiyotgan o't yurak Uyg'ur o'quvchilar tarafidan Sharq Turkiston rasm ko'rgazmasi ochildi. Ko'rgazma maktabdagi Sharq Turkiston Mahmud Qashqari o'quvchilar uyushmasi tarafidan elib berilgan bo'lib, universitetdagi turk o'quvchilarining qizg'in olqishiga va qo'llashiga erishdi. Uludağ universiteti o'quvchisi va faoliyat tashkillovchilaridan biri bo'lgan Abduqodir ma'lumot berib, rasm ko'rgazma faoliyatini kultur dunyosi va kultur jamiyati hamda maktabning yaqindan qo'llab-quvvatlashi bilan uyushtirganligini, ko'rgazmaga qatnashtirilgan rasmlarda Sharq Turkistonning tarixiy madaniyatini tonishtirish qo'shimcha Xitoyning hozirgi davrda Sharq Turkistonda elib berayotgan inson qalbidan chiqqan zulm va irqiy qirg'inchiliklarni turk xalqiga bildirish asos qilinganligini bildirdi. Ko'rgazmaga qatnashuvchilar ichida rasmlarni ko'rib ko'z yoshi qilganlarmi bo'lgan bo'lib, ko'rgazma nihoyat muvaffaqiyatli oxirlashgan. Erdoğan muddatdan burun saylam o'tkazilganligini jakarladi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan muddatdan ilgari o'tkazilgan saylam vaqtining 2018 yili 24 iyun ekanligini e'lon qildi. Türkiye Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Milliyetçi Hareket Partisi rahbari Davlat Bahçeli bilan Cumhur Reislik sarayida uchrashish elib bordi. Uchrashishdan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Bahçeli bilan intayin önümlük uçuruş ötküzgenliklerini ta'kidladi. Erdoğan mundaq dedi. Türkiye hazır o'tgan yil 16 apreldeki Cumhur Reislik ve yeni hükümet tüzümü sayılmadan kiyinmi yanıla konu tüzüm bilan idare qilinmoqda. Cumhur Reisligi ve yeni hükümetning moslashishi sayesinde gerçi mesele ko'rinmayotgandek qilsa-mu, biroq konu tüzümning kasalliklari o'ttirg'i chiqib turmoqda. Biz 2019 yili noyabrdagi saylamga qadar tishimizni tishlashni tanlagan edik. Biroq ham Suriyadagi chegara halqigan harbiy harakatimiz, ham Suriya va Iroqni markaz qilgan holda rayonimizda yuz berayotgan tarixiy ahamiyatga ega hodisalar Turkiyaning baldurroq aniqsizliklarni hal qilishini taqozo qilmoqda. Davlatimiz duch kelayotgan masalalar sababidan Bahçelining muddatdan ilgari saylam o'tkazish taklifiga ijobiy pozitsiya bildirdik. Saylam masalasini davlatimizning kun tartibidan baldurroq chiqarib tashlash shart bo'lib qoldi.
saylamning 2018 yil 24 iyunda o'tkazilishini qaror qildik. Erdo'g'an bu vaqtdagi qonunliq rasmiyatlarning darhol bajarildiganligini bildirib, Oliy saylam kengashidan saylam tayyorliklarining tezdan boshlanadiganligini eskartdi. Erdo'g'anning bu bayonoti e'lon qilinishi bilan tang butun dunyodagi nupuzli axborot vositalarining hammasida Türkiye'deki baldur saylamning xabari bas-basti yer ilişki başladı. Seçim hazırlıklarına şüphesiz ki derhal başlayacaktır. Bu kararın ülkemiz, milletimiz, partilerimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Tüm emeği geçen arkadaşlarımı da şükranla burada yad ediyorum.